Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat seedlarni 8-qismini olamiz do'stlar. Sizlar esa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa sizlarni uzoq kuttirmagan holatda videomizni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, unda biz boshladik va dunyo yaratish bo'limiga kirib olamiz. Birinchi kreativga o'tkazib olamiz. Va. Endi esa seedni yozamiz. Bizning birinchi seedimiz bu Steve. Shunchaki Steve va mana bu yerda mana bu ikkita modda ham qo'shib olamiz. Bu tugmalarni ko'rinmas qilish uchun va yurakchalarni pastda qilish uchun. Xo'p, oldi kamera bo'lib qopti, hozir to'g'rilaymiz buni ham. Xo'sh. Hop va mana bo'ldi. Hammasi tayyor va biz tug'ilgan joy bu qanaqadir Orol. Orol xolosmi? Boshqa hech narsa yo'qmi? Orol xolos, boshqa hech narsa yo'q. Mana bu yerda yana bitta orol yoki bu tomonda dunyo bormi? Yo'q, bu tomonda ham daraxtlar, bu tomonda ham orol va bu tomonda orolcha va hamma joyda suv, Bu tomonda-chi dunyo bor shekilli. Dunyo bor ekan, lekin qishloq yoki bironta shunga o'xshash narsa yo'q. Afsuski, no mayli, davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa bu VXVZ. Nimani anglatishini o'zim ham bilmayman. No, farqi yo'q. Dunyoni yaratamiz, dunyo yaratilmoqda, generatsiya bo'lmoqda va biz tug'ilgan joy. Xo'sh, bu yerda qishloq bormikin yoki-da yo'qmikin? Bu tomonda qanaqadir tog'lar, Что-то непонятно. Bu tomonda ham tog'lar, ozgina bo'sh joy bor ekan, lekin bu yerga qishloq sig'magan bo'lardi. Mayli. No. Bilmadim. Qishloq yo'q shekilli bu sitda ham. Balki bordir, balki bu versiya uchun emasdir. Ma'lumot uchun bu versiya 1.1.5. Shunchaki o'zingiz uchun bilib oling. Xo'sh. Menimcha bu versiyada ham, ya'ni bu sitda ham hech narsa yo'q. Afsuski. Mayli, biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa bu 73, ya'ni 73 va dunyoni yaratamiz, generatsiya qilamiz. Создание mira va tayyor. Va biz yana oroldamiz. Va bugun faqat orollar chiqadi shekilli bor-ku. Faqat orollar chiqyapti, cho'ta tushunmayapman. Yo'pirisi. Do'stlar, nima bu? Bastion bor ekan. Shu versiyadagi mana yonida qishloq ham bor ekan. Onasini emsa, mon qaranglar. Voy, как интересно. Bitta qishloq, bitta bastion. Yomon. Judayam ajoyib. Buni ichini kirib ko'rmasak bo'lmaydi. Va mana aytdim, bunaqa chaqiruvchilar ham bor, даже o'ldirsalaring nima tushadi, tatem tushadigan. Ajoyib, judayam zo'r. Hayron qoldim, lekin hayron qoldim. Kutmagandim, aytdim bor. Chiqib bemalol zapaslar to'ldirib olsanglar bo'ladi, xohlagancha. Shu sitni eslab qolish kerak bo'lib qoladi. Mana bu tomonda, muncha qorong'i, bu ozgina yoritishimiz kerak hozir. Ostunda ko'radigan ichimligimizni olamiz va ichib olamiz. Opa. Bo'ldi, endi dunyo yanada go'zallashdi. Wow. Bu versiyada bunaqa joy chiqishini, spawn bo'lishini kutmagandim, lekin mayli. Bu tomonda ham xona vashcha ko'p. Короче, xohlagancha aylanib yursangiz bo'ladi, mazza qilib. Takoy tuda-sida, короче. Sid shundan iborat ekan. Mayli, biz esa chiqib ketamiz bu joydan. Menga juda yoqdi. Ajoyib sid. Bu uchun like bossa arziydi. Va davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz esa bu suv. Shunchaki suv. Va yana orol. Voy, onasini emsam. Bugun faqat orollar kunimikan deyman-a. Onasini emsa faqat orollarda tug'ilyapmiz. Yo'pirisi. Atrofda hamma joy suv. Faqat suv. Bu sidning nomi suv edi-yu. Menimcha shuning uchun bo'lsa kerak. Menimcha bu joyda faqatgina orolda выживание videosi uchun ishlatsa bo'ladi xolos. Menimcha bu sidni. Agar kimga orol kerak bo'lsa, shunchaki orol atrofida faqat suv.
выживание qilish uchun yoki video olish uchun mana orol bor. Suv sidida bemalol kirib выживание qilishingiz mumkin. Va suv. Biz esa davom etamiz. Keyingi sidimiz bu Zex. Zex. Nimani anglatishini bilmayman. Kim bilsa kommentariyada yozib yuborsin va nihoyat orol emas. Yalmog'izning ini bo'lish kerak edi albatta. Bolota bor ekan cho'ta. Cho'ta yalmog'izning ini bo'lish kerak edi menimcha yoki yo'qmi? Yoki bor yoki-da yo'q. Xo'sh, yoki mana bu tomonda qishloq bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Balki bordir, balki yo'qdir. Hozir ko'ramiz. Yaylov va oxirida yaylov tugab qoldi. Afsuski bu sitda ham hech narsa yo'q shekilli yoki-da bu versiyaga to'g'ri kelmaydi. Afsus. Balki qishloq bordir. O'zingiz ham alohida yozib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Men shunchaki 1.1.5 versiyasida o'ynayman. Shuning uchun o'zingiz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Yalmog'izning ini ham yo'q. Afsuski mana bu tomonda yana ozgina yaylov va hokazo. Qishloq esa yo'q. Afsuski. Nima ham derdim. Mana bu tomonda yana jichcha yaylovcha bor ekanmi yoki bo'sh joymi bu? Nima bu? Tushunmadim o'zim без понта va без понятия. Bu tomonda botqoqlik yana, bu tomonda yana yaylov va yana. Xullas hech narsa yo'q. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz I am Iron Man. Men temir odamman, короче. Bu meni если что yaxshi ko'rgan personajim ma'lumot uchun. Kelajakda 100 ta fakt, Fayzi haqida 100 ta fakt videosi uchun kerak bo'lib qoladi sizlarga agar bilmoqchi bo'lsanglar, qilmoqchi bo'lsanglar agar albatta. Xo'p, yana orol. Onasining emsa yana orol yoki-da mana bu tomonda nimadir bormi? Qost ko'ramiz. Yo'q, afsuski bu ham kichkinagina emas, normalniy takoy. Bemalol survival qilsa bo'ladigan orol ekan. Mayli. Mana bu yerda g'orchalari ham bor. Bemalol yashab qolsa ham bo'ladi. Bugungi esa shular edi. Agar sizning sidingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Bitta videoda 5 tadan sid qilyapman, shuning uchun ko'proq qilishni hali o'ylab ko'rmadim, balki bitta videoda 10 ta ham sid qilib ko'raman. Kommentariyada yozib qoldiringlar xullas. Agar siz ham sid bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang va hammaga ko'rishguncha